Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda kechki soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba 2012-yilning 23-avgusti jonli efirdagi eshittirishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar eshittirishlarni olib bormoqdaman. Xabarlarni siz uchun Zamira Shukur kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Taniqli teatr va kino aktyori, SSR xalq artisti Zikir Muhammadjonov olamdan o'tdi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Abdulla Nig'matovich Oripov ishdan bo'shatildi. O'zbekistonda mashina yarada tanqis matohga aylandi. Qora niqoblar borasidagi yangi tafsilotlar ham bugungi eshittirishimizda. Rossiyalik tahlilchi O'zbekistondagi Lukoil shirkati rasmiy Toshkentning navbatdagi nishoni bo'lishi mumkin deya bildirdi. Shuningdek, bugungi eshittirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini demak Zamira Shukurga bersam, marhamat. Rahmat, yana bir bora assalomu alaykum. Demak, bugun mahalliy vaqt bilan dastlab O'zbekiston xabarlari. Bugun mahalliy vaqt bilan soat 14 lar atrofida O'zbekistonda xalqaro internet tarmog'i ishida uzilishlar kuzatildi deb xabar berdi yarim rasmiy Olam.uz portali. Aytilishicha, xorijiy saytlarga kirishga urinilganda brauzer avtomatik tarzda msn.com saytiga o'tkazib yubormoqda. HTTP protokoli bo'yicha ko'plab xorijiy saytlarni ochib bo'lmay qoldi. Ayni paytda ICQ, Skype, Mail.ru Agent kabi HTTP aloqasini talab qilmaydigan messenjerlar faoliyatida uzatish kuzatilmadi deb yozdi O'zbekiston ichkarisida ishlayotgan Olam.uz portali. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklar ham yoshlarning kundalik saytiga aylangan ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassniki.ru, Vkontakte.ru va Facebook kabi saytlarga kira olmayotganlaridan shikoyat qildilar. O'zbek Telekom mutaxassislari Olam.uzning yozishicha, bunday uzilish sabablarini aniqlab, uni bartaraf etish ustida ishlamoqdalar. O'zbekistonda xorijda faoliyat yurg'izayotgan mustaqil axborot agentliklari, shuningdek muxolifat saytlari yillardan beri muntazam to'sib kelinmoqda. Hozirgina olingan xabarlarga qaraganda, bugun O'zbek teatri va kinosining mashhur namoyandasi SSR xalq artisti Zikir Muhammadjonov 91 yoshda olamdan o'tdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, taniqli san'atkor ertaga Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn etiladi. Zikir Muhammadjonov 1938-yildan beri Hamza nomidagi O'zbek davlat akademik drama teatrida aktyor sifatida faoliyat ko'rsatib keldi. Jahon klassiklari qalamiga mansub sahna asarlaridagi bosh rollar barobarida Zikir Muhammadjonov Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Husayn Boyqaro kabi buyuk tarixiy shaxslar obrazini ham yaratgan aktyordir. O'zbekiston teatr jamiyatiga uzoq yillar rahbarlik qilgan Zikir Muhammadjonov Sovet davrida O'zbekiston xalq artisti, SSR xalq artisti faxriy unvonlari, davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. Mustaqillikdan so'ng esa 1998-yilda aktyor buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlangan. O'zmetronom internet gazetasining O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi manbasiga tayangan holda xabar qilishicha, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Abdulla Oripov o'z vazifasidan chetlatilgan. Gazeta izohicha, Abdulla Oripovning ishdan bo'shatilishi MTS O'zbekiston qo'shma korxonasi atrofidagi g'alvalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi axborot va telekommunikatsiya departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Abdulla Oripovning ishdan olingani haqidagi xabarni na tasdiqladi va na inkor qildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dasturimiz davomida tanishasiz. Ayni paytda O'zbekiston rasmiy hayotiga oid ayrim xabarlar. Joriy yilning 6-7 sentyabr kunlari O'zbekiston davlat rahbarining Qozog'istonga safar qilishi rejalangan deb xabar qildi Qozog'iston Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Bo'riboy Jeksenben bugun. Ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 20 yilligiga bag'ishlangan anjumanda gapirgan qozoq elchisiga ko'ra, ikki davlat rahbari tez-tez uchrashib turadi. Xususan 2010-yilning o'zida Prezident Nazarboyev O'zbekistonga 2 marta tashrif buyurgan. Karimov va Nazarboyevning sentyabr oyidagi uchrashuvida o'zaro hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish imkonlari, shuningdek dolzarb mintaqaviy muammolarning muhokama etilishi kutilmoqda. Ayni paytda Qozog'iston Bojxona nazorati qo'mitasi matbuot xizmati
xizmatining ma'lum qilishicha, bugun o'zbek-qozoq chegarasidagi Konusbayev bojxona tekshiruv postida O'zbekiston hududiga kirish uchun navbat kutayotgan yuzlab mashinalar turib qolgan. Qozoq bojxonachilari yuzaga kelgan bu tiqinni O'zbekiston transport qonunchiligiga kiritilgan o'zgartishlarning 1-avgustdan boshlab kuchga kirgani bilan izohlamoqda. Vazirlar Mahkamasi tomonidan kiritilgan o'zgartishlarga ko'ra O'zbekiston hududi orqali xalqaro yuk tashuvchi mashinalar mamlakat hududiga kirish uchun oldindan maxsus ruxsatnomaga ega bo'lishi shart. Avvalgi qoidaga ko'ra bunday ruxsatnomani chegarada bojxona o'tkazuv punktida olish mumkin edi. Diqqatingizni endi ayrim mintaqa yangiliklariga buraman. Bugun ham Tojikistonning Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati markazi Xorug'da yana norozilik namoyishlari davom etdi. Ayni paytda hukumat Tog'li Badaxshondagi qo'shinlarni olib chiqish talabini qabul qilgach, namoyishchilar tarqalishga rozi bo'ldi. Mazkur kelishuvga norozilar va hukumat rasmiylari o'rtasidagi uzoq muzokaralar natijasida erishildi. Dushanba rasmiylari namoyishchilarga shuningdek Imom Nazarovning o'ldirilishi jiddiy tergov qilish haqida ham va'da bergan. Xorug'dagi norozilik namoyishi 22-avgust kuni viloyatning norasmiy lideri sanalgan Imom Nazarovning o'z uyida otib o'ldirilishi ortidan boshlanib ketdi. Hozircha Tojikiston maxsus xizmatlari bu qotillikka aloqalari yo'qligini ta'kidlamoqdalar. Ayni paytda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qurolli guruhlardan qay birining bu qotillikka aloqador ekani hozircha qorong'uligicha qolayotganini bildirdi. Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni davom ettiramiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbek teatri va kinosining mashhur namoyandasi SSSR xalq artisti Zikir Muhammadjonov 91 yoshida olamdan o'tdi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari majmuasi rahbari Abdulla Aripov vazifasidan bo'shatildi. O'zbekistonda mashinalar tanqis matohga aylanmoqda. Rossiyalik tahlilchi O'zbekistondagi Lukoil shirkati rasmiy Toshkentning navbatdagi nishoni bo'lishi mumkin deya xavotirlarini bildirdi. Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik, ozodlik, osoyishtalik. 23-avgust kuni O'zbek teatri va kinosining mashhur namoyandasi SSSR xalq artisti Zikir Muhammadjonov 91 yoshida olamdan o'tdi. Ozodlik manbalariga ko'ra taniqli san'atkor 24-avgust kuni Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn etiladi. Zikir Muhammadjonov 1938-yildan beri Hamza nomidagi O'zbek davlat akademik drama teatrida aktyor sifatida faoliyat ko'rsatib keldi. Jahon klassiklari qalamiga mansub sahna asarlaridagi bosh rollar barobarida Zikir Muhammadjonov Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Husayn Bayqaro, Vladimir Ilich Lenin kabi tarixiy shaxslar obrazini yaratgan aktyordir. O'zbekiston teatr jamiyatiga rahbarlik qilgan Muhammadjonov Sovet davrida O'zbekiston xalq artisti, SSSR xalq artisti faxriy unvonlari, davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. 1998-yilda aktyor buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlangan. Taniqli teatr namoyandasi SSSR xalq artisti Zikir Muhammadjonovning olamdan o'tgani munosabati bilan u bilan birga ishlagan O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova o'zini ta'ziyasini Ozodlik orqali bildirdi. Katta ustoz Zikir aka. Katta ustoz, qilgan ishlari juda ham ko'p, rang-barang, ham kinoda ham, ham teatrda ham. Ular teatrda oxirigacha ishladilar-da, hayotlarini oxirigacha. Endi inson sifatida ham juda haligi yoshligiga nisbatan juda mehribon, juda ularni qo'llab-quvvatlaydigan ustoz edilar. Oilalarida ham shunaqa. Ular ayollari bilan juda ham munosabatlari yaxshi edi, bir-birlarini ko'rinib turardi-da, ular bir-biriga mehribonligi, bir-birini haqiqiy sevganligi. Doim ular birga bo'lardi, birga yurishardi, hatto ba'zan gastrollarda ham ular birga bo'lardilar ayollari. Endi siyraklashyapti-da nimalar? Ha, doira torayib boryapti, albatta. Bu juda ham achinarli hol. Lekin endi bu hamma ham nima deydi, mehmon
bu dunyoda. Hammayam mehmon. Endi bunday olib qaraganda hammayam shu insonga o'xshab yashasin. Haqiqatda bu shu yoshga kirishi o'zi bir katta baxt. Undan tashqari el yurt nazarida bo'lish bularni darajasida bu ham bir katta baxt. Endi keyin shunchalik el yurt ardoqlab, bularni hurmat qilib yurishlari ham katta baxt. O'shaning uchun havas qiladigan hayot kechirdilar bu inson. Teatrda ham bular ko'p yillab ishladilar. Oxirgi kunlarigacha ishladilar. Faqat mana shu oxirgi bir yilda kelmadilar teatrga xolos. Katta yo'qotuv albatta. San'at uchun ham, kino san'ati uchun ham, umuman tomoshabinlar uchun ham. O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova taniqli kino va teatr san'atining namoyandasi Yesir xalq artisti Zikir Muhammadjonov vafoti yuzasidan ta'ziya bildirdi. Eslatib qo'yamiz, o'zbek teatr va kinosining mashhur namoyandasi Zikir Muhammadjonov 91 yoshida olamdan o'tdi. Zikir Muhammadjonov taniqli san'atkor 24 avgust kuni Toshkentda dafn qilinadi. Ozodlik radiosi. Inson taqdiri. Havo mavjlarida ozodlik eshitishlarimizni davom ettiramiz. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari majmuasi rahbari Abdulla Oripovning vazifasidan bo'shatilgani haqidagi xabarni O'zbekistondagi internet saytlari tarqatdi. Ozodlik suhbatlashgan manbalar esa bu xabarni tasdiqladi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Abdulla Oripovning o'z vazifasidan 22 avgustda chetlatilgani haqidagi xabarni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi manbasiga tayangan holda O'zmetronom internet gazetasi yayınladi. O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin ko'riladigan bu gazeta izohicha Abdulla Oripovning ishdan bo'shatilishi MTS O'zbekiston qo'shma korxonasi atrofidagi g'alabalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi axborot va telekommunikatsiya departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Abdulla Oripovning ishdan olingani haqidagi xabarni rad qilmadi. Bilmadim aka, ofitsialniy qog'ozini nima qilsalar bo'ladi. Bo'limda qog'oz yo'q, deya kalovlandi departament xodimi. O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Abdulla Oripovning ishdan olingani haqidagi xabar aloqa sohasida, televideniya va radioda ishlaydigan xodimlar orasida tarqab bo'lgan. Abdulla Nig'matovich Oripov ishdan ketgani haqidagi xabarlar hozir televiziya kompaniyasi boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zi odamlar hammaga yetib bordi, lekin hozirgacha buni bir xil rasmiy tasdiq olingani yo'q. Biz gaplashgan aksariyat odamlar, masalan, o'sha 10 dan ortiq mustaqil manbalar uni bugun ishdan olingani, ya'ni bu hozirgi ishdan olinishidan keyin juda ko'plab yana o'sha iste'folar bo'lishi, hatto kompaniya raisini, yana boshqa bir odamlarni o'sha iste'fo berishi haqida hozir gaplar yuribdi, deydi Abdurahmon Tashanov. Bu suhbatdoshga ko'ra, Abdulla Oripovning ishdan bo'shatilishi ortida MTS O'zbekiston mojarolari bilan birga boshqa moliyaviy sabablar ham bo'lishi mumkin. Abdulla Nig'matovich Oripov ishdan olinishini o'ziga xos sabablari bor. O'sha Abdulla Nig'matovich Oripov bu toshkentlarni o'ziga xos biraligi liderlaridan edi. Ya'ni o'sha Alisher Azizxo'jayev o'sha taxtdan ketgandan keyin toshkentliklar go'yoki o'sha Abdulla Oripov olib kelishdi degan bir norasmiy nimalar yurardi. Shunga bog'liq, shunga asosan juda ko'plab o'sha hukumat pog'onalarida o'sha hali nima deydi, ko'zga ko'rinmaydigan bir mahalliychilik ipini tortib turadigan odam mana shu Abdulla Oripov degan nima bor. Ya'ni o'sha juda ko'plab o'sha hamshaharlarni qo'llardi degan o'sha gaplar bor. Mana shu toshkentliklarning oxirgi nimalaridan bittasi edi, eng oxirgi ko'zlardan bittasi edi degan gaplar bor. Endi bu gaplarda albatta endi qanchalik darajada jon bor, jon yo'q, buni bir rasmiy tasdiqlari yo'q. Lekin buni bitta jihatdan aytish mumkin, xuddi Azizxo'jayevga o'xshab bu ham o'sha mahalliychilikda juda bir katta ko'zga ko'ringan nimalardan bittasi edi, shaxslardan bittasi edi, deydi Abdurahmon Tashanov. 2009-yilning oktyabr oyidan O'zbekiston bosh vazirining sog'liqni saqlash va ijtimoiy muhofaza, axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan Abdulla Oripov vakolatlari avgust oyida ancha kamaytirilgan edi. 2012-yil avgustidan Oripov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, axborot tizimlari va telekommunikatsiya masalalari majmuasi rahbari lavozimida ishlagan. 51 yoshli Abdulla Oripov Toshkent davlat aloqa institutini tugatgan. Mutaxassisligiga ko'ra elektr aloqa muhandisi.
U 2002 yilda O'zbekiston bosh vazirining aloqa va informatsion texnologiyalar masalalari bo'yicha o'rinbosari, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bosh direktori lavozimiga tayinlangan edi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Havo mavzularida ozodlik eshittirishimizni O'zbekiston mavzusida, O'zbekiston dunyo bilan aloqalar mavzudagi lavha bilan davom ettirsak, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekiston hukumatining navbatdagi nishoni bo'lishi mumkin. O'zbekiston hukumati Rossiyaning yetakchi mobil operatori MTS mamlakatdan siqib chiqarish bilan cheklanmaydi. Bunday taxminlarni O'zbekistonning Rossiyadan uzoqlashayotganidan o'z xavotirlarini bildirgan Regnum axborot agentligining sobiq rahbari, Rossiyaning birinchi darajali davlat maslahatchisi unvonidagi siyosatshunos Modest Kolerov ilgari surdi. O'zbekistonning AQSh bilan yaqinlashayotganidan paytavasiga qurt tushayotgan rossiyalik tahlilchi prezident Karimovni husni muborak taqdiri kutayotganligidan ogohlantirdi. Ozodlik radiosi Kolerovdan Rossiyaning O'zbekistonga nisbatan keyingi qadamlari qanday bo'lishi mumkinligi haqida so'radi. Xususan, Kremldan keskin bayonotlarni kutish mumkinmi? Что касается официальной пропаганды, то вам должно быть видно, что в последнее время... Aytib o'tish kerak, siz ham kuzatib turgan bo'lsangiz kerak. Aynan hozir rasmiy tashviqot borasida Rossiya hukumati ancha sust. Bundan tashqari O'zbekistonga qarshi bunaqa tashviqot ishlari umuman ish bermaydi. Buni Xitoyda internet ta'siri yo'qligi bilan solishtirish mumkin. O'zbekiston shu bilan mashhurki, agar tashqi investor biror bir xato qilib qo'ysa yoki o'zbek tarafi bunda shubhasi bo'lsa, u tadbirkor o'z-o'zidan yo'q qilinadi. Buni qaytarish uchun tashqaridan keladigan ta'sirning hech qanday ma'nosi yo'q. Sizningcha nima uchun Rossiya O'zbekistonda o'z pozitsiyalarini boy berib qo'yayotganini sezmayotganday, payqamayotganday qilmoqda? Я думаю, что второе, что все негативные перемены будут... Menimcha, barcha salbiy o'zgarishlar ovoza qilinmaydi. O'zbekiston anchadan beri Rossiya siyosatiga qarshi ish yuritadi. Shu bilan birga, O'zbekistondagi rossiyalik tadbirkorlarga ham qattiq talablar qo'yib keladi. MTS bu ilk qaldirg'och, keyingisi Lukoil bo'lishi mumkin. Shuning uchun Lukoil ham buni e'tibordan chetda qoldirmasligi kerak. Lukoil hozirgi paytda O'zbekistonda katta pul sarflaydi. Rossiya tomonidan bu masalalarda ma'lum ochiq fikr bildirilmayotgani, bu voqealar bo'lmadi yoki hisobga olinmadi degani emas. O'zbek jamiyati yopiq. AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlari ham Turkmaniston bilan iqtisodiy munosabatlarda siyosatga aralashmaydi. O'zbekistondagi holatni ham xuddi shunday izohlash mumkin. O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlari bilan yaqinlashuvi shu qadar yaqin tus olib, ikki davlat har tomonlama hamkorlik qilishiga ishonasizmi? У Узбекистана нет выбора. Узбекистан стал ключевым, осевым местом для размещения. O'zbekistonni tanlash imkoniyati yo'q. O'zbekiston Afg'onistondan keyin AQShning eng kerakli maskaniga aylandi. Ya'ni AQSh ilgari Markaziy Osiyo davlatlaridan koridor sifatida foydalangan bo'lsa, hozir u himoya tizimi tarmog'iga aylanmoqda. O'zbekiston esa Mozori Sharif va Termizdagi temir yo'llari tufayli Afg'onistondan piyoda qo'shinlarni o'tkazib beradigan va keyinchalik Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistonga keladigan AQSh harbiy qo'shinlarini o'tkazishda qo'l keladigan yagona davlatdir. Rossiyadan farqli o'laroq, O'zbekiston AQSh bilan do'stlashuvi demokratiya rivoji uchun ham foydali bo'lishi mumkin emasmi? А кто сказал, что Америка с ним дружит? Соединенные Штаты его используют в своих интересах. Разве 30 лет Мубарак не дружил с Соединенными Штатами, не служил им? То, что Соединенные Штаты используют, это не... Kim AQSh O'zbekiston bilan do'stlashyapti dedi. AQSh O'zbekistondan o'z maqsadlarida foydalanyapti xolos. Husni Muborak 30 yil davomida AQShga xizmat qilib kelmaganmidi? Karimovni ham xuddi shunday taqdir kutmoqda. AQSh davlatdan foydalanyapti degani u bilan do'stlashyapti degani emas. Saudiya Arabistoni va Qatarning AQSh bilan hamkorlik qilishi hech qayerda demokratiya darajasini o'sishiga olib kelmadi. Amerikaning pirovard maqsadi Markaziy Osiyo orqali Xitoyni nazorat qilish. O'zbekistonning AQSh bilan yaqinlashayotgani borasida fikr bildirgan rossiyalik tahlilchi prezident Karimovni husni muborak taqdiri kutayotganligidan ogohlantirdi. Birinchi darajali davlat maslahatchisi unvonidagi siyosatshunos Modest Kolerov Ozodlik muxbiri bilan
suhbatlashdi. Bu bahs maydoni. Bunda mushlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi. Birinchidan bular e'tiqodni yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz. Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Eshityapsizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi. Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada. Agar eshittirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Agar bahs uchun bir konkret takliflaringiz bo'lsa, marhamat biz bilan bog'laning. Havo mavjlarida ozodlik. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinalari taqchillashdi. GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarayotgan mashinalar bilan savdo qilayotgan avtosalon xodimlarining ozodlik muxbiriga bildirishicha, mijozlardan 2013-yil uchun buyurtma qabul qilinmoqda xolos, biroq shartnomalar tuzilmayapti. Tafsilotlarni Sadriddin o'rgandi. 29 yashar Adhamjon Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidan bir necha yildan beri xorijda mehnat qilayotgan bu oila boshlig'i GM O'zbekiston shirkatida ishlab chiqarilayotgan mashina sotib olish niyatida pul to'plab uydagilarga jo'natgan. Xarid niyatida avtosalonga borgan uning yaqinlarining buyurtmasi hatto qabul ham qilinmagan. Endi shu hozir bir mashina olmoqchi edik, o'zi mashinaga anchadan bir niyat qilib, O'zbekistondan chiqqan mashinaga bir olmoqchi bo'lib, pul yig'ib shu yerga uydagilar aytsa, uydagilar salonga boribdi, salonga shartnoma yo'q. Shartnoma bayramgacha to'xtatilgan. Hech qaysi O'zbekiston hech qaysidagi mashina salonlariga mashina shartnoma qilish to'xtatilgan. Bayramdan keyin bo'ladi. Masalan, davlat narxi shuncha, masalan 8000 qanchadan boshlanar ekan, eng superi 10500 ekan. O'shanga keyin yana 2000 shapkasini bersa, shunga ham 3 oy kutib keyin olar ekan, deydi Adhamjon. Andijon shahridagi Andijon Avtotexxizmat sadorlik kompaniyasi savdo bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi xaridorlar bilan 2013-yil uchun shartnoma tuzilmayotgani haqida Adhamjon aytganlarini tasdiqladi. Hozirgi kunda bizga endi 2011-yil, 2012-yil davomida ariza yozganlar bor. Shularni ro'yxat qilib chaqiryapmiz. Shulardan oshib qolsa, keyin bir erkin savdo bo'ladi, shunda kelib olib ketishingiz mumkin. Qanaqa mashina sizni ko'proq qiziqtiryapti? Bizda shu Nexia. Nexia. Nexialar ham xuddi shunaqa. Erkin savdo, Malibu bilan Captiva'miz bor. Endi hozir 2013-yil yoz borib ariza yozsak bo'ladimi? Yo shartnoma tuzsak bo'ladimi borib? Yo'q, shartnoma tuza olmaysizda. Siz hali ariza bizga berganingiz yo'q-ku. Pochtadan invalidlar, murojaatlar, shularni hozir ro'yxat qilganmiz, chaqirib shularga mashina beryapmiz. Mabodo shulardan oshib qolsa mashinamiz. Shundan keyin bir xabar olib turiladi, telefon qilinib, erkin savdo qilib shartnoma olishingiz mumkin shunda aytgandaqa. Biz bittasimiz haqiqatda sal kattarog'imiz, boshqa dillarga ham mana qilsincha 2013-yil uchun hamma hozir pul qabul qilyapti 85%. dan. Ariza yozib kutishi mumkin yoki boshqa dillarga murojaat qilib ko'rishi mumkin, dedi Andijon shahridagi Andijon Avtotexxizmat sadorlik kompaniyasi savdo bo'limi xodimi. Buxoro Avtotexxizmat korxonasi qoshidagi avtosalonning o'zini tanishtirmagan sotuvchisiga ko'ra, avtosalonda 2013-yilda mashina olishga ariza bergan xaridorlar bilan shartnoma tuzish boshlangan. Ya, endi kelib qarang, 2 kundan beri bu yerda odam, 100 talab odam, butun shahar, qishloq hammasi bilgan kelib o'tiribdilar, deydi avtosalon sotuvchisi. Podrobno.uz internet saytining yozishicha, 22-avgustda GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Toshkent shahridagi avtosalonlarda avtomobil xarid qilish shartnomasini qo'lga kiritish uchun juda ko'p odam to'plangan.
tuziladigan yangi shartnomaga ko'ra 2013-yilning 31-dekabriga qadar yangi avtomobillar o'z egalariga topshirilishi lozim. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi e'lon qilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, korxona bir yilda 250 mingta turli rusumdagi yengil avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yilda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 175 mingta avtomobil ishlab chiqargan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bu avtomobillarning 40% MDH davlatlariga eksport qilinadi. O'zbek avtomobilining asosiy importchilaridan biri Rossiyadir. O'tgan yilning noyabr oyida Toshkent viloyatining Zangiota tumanida GM O'zbekiston qo'shma korxonasining qiymati 522 million AQSh dollariga teng bo'lgan avtomobil motorlari ishlab chiqarilgan zavodi ishga tushirilgan edi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning O'zbekiston ichki bozoridagi sotuvi nega muammoga aylanib borayotgani sababini bilish maqsadida Ozodlik muxbiri 23-avgust kuni o'z avtosanoat hissadorlik kompaniyasiga murojaat qildi. Biroq kompaniyaning internet saytida e'lon qilingan telefon raqamlarining birortasi ham javob bermadi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi e'lon qilgan qaynoq liniya esa kun bo'yi band bo'ldi. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang. Eshitishlarimizni davom ettiramiz. 23-avgust kuni Yevropada barcha totalitar va avtoritar rejimlar qurbonlari xotirlandi. Yevropa parlamenti bu kunni xotira kuni sifatida belgilar ekan. Fashistik Germaniya bilan kommunistik SSSR o'rtasida imzolangan va insoniyat tarixidagi eng shafqatsiz urushni boshlanib ketishiga sabab bo'lgan Molotov-Ribbentrop paktining bundan 73 yil muqaddam aynan shu kunda 39-yilning 23-avgustida imzolanganidan kelib chiqqan. Yevropaliklar bir xilda totalitar bo'lgan fashizm va kommunizm qurbonlarini Molotov-Ribbentrop pakti bilan bog'layotgan bo'lsa, o'zbekistonliklarning kommunistik totalitarizm qurboniga aylana boshlanishi 1939-yildan oldinroq boshlangan edi. O'zbekistonda ham kommunistik rejim qurbonlari har yili 31-avgust kuni xotirlanadi va bu kun rasman Qatag'on qurbonlari xotirasi kuni deb ataladi. Xo'sh, totalitar SSSRdan mustaqillikka erishgan Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston siyosiy rejimlarini shu kunda qanday nom bilan atash mumkin? Bu savolni muxbirimiz siyosatshunoslarga berdi. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayevning fikricha, практически все страны Центральной Азии, в том числе Узбекистан, не относятся к демократическим. Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston demokratik mamlakat emas. Chunki demokratik siyosiy tizim zamirida eng asosiy prinsip pluralizm prinsipi yotadi. Shu nuqtai nazardan balki shu kundagi Qirg'izistonni demokratik davlat atash mumkindir, deydi Do'sim Satpayev. Siyosatshunos pluralizm so'zini izohlar ekan, bu siyosiy maydondagi hokimiyat uchun kurashda teng huquqqa ega bo'lgan o'yinchilar mavjudligi deganidir, dedi. В наших странах такого плюрализма, естественно, нет, в том числе в Узбекистане. Mintaqa mamlakatlarida, shu jumladan O'zbekistonda bunday pluralizm yo'q, dedi Satpayev. Qozog'istonlik siyosatshunos O'zbekistondagi vaziyatni tahlil qilar ekan, pluralizmning jamiyat siyosiy ijtimoiy turmushining boshqa sohalarida ham yo'q ekanligini ta'kidlab o'tdi va xulosa qilar ekan, mintaqa mamlakatlaridagi rejimlarni авторитар rejimlar deb atadi. При этом, например, в Казахстане мы видим более мягкую форму авторитаризма, потому что здесь еще присутствуют некие элементы рыночной экономики. В Узбекистане мы видим более жесткую форму авторитаризма, где даже экономика. Qozog'istonda avtoritarizmning yumshoq shaklini ko'rsak, O'zbekistondagi rejim avtoritarizmning qattiq shaklidir, dedi qozog'istonlik siyosatshunos. Do'sim Satpayev berayotgan baholarni deyarli o'zgarishsiz o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovdan ham eshitdik. U ham qozoq hamkasbiday O'zbekistondagi rejimni totalitar deb hisoblamaydi. Chunki totalitar bo'lish uchun O'zbekiston siyosiy rejimiga ba'zi bir unsurlar yetishmaydi. Ya'ni bugungi O'zbekistonda yagona bo'lgan va majburiy bo'lgan mafkura mavjud emas. Bu birinchisi. Ikkinchisi, xususiy mulkchilik mavjud. Ya'ni totalitarizmda iqtisodiy erkinliklar mutlaq bo'lmaydi. Mana dunyoda 3 ta totalitar davlatlar qolyapti. Asosan bu yerda
Shimoliy Koreyani eslashimiz mumkin yoki sobiq ittifoqni eslashimiz mumkin. Kamoliddin Rabbimovning fikricha, O'zbekistondagi mavjud siyosiy rejim avtoritar rejimdir. Davlatni va jamiyatni boshqarayotgan yagona kuch bu prezident va prezidentga bir alternativ bo'lgan, unga bir bosim o'tkaza oladigan yoki u bilan bahslasha oladigan siyosiy kuch mavjud emas. Hokimiyatlar bo'linishi faqat nomigagina mavjud va asosiy hokimiyat bu ijroiya hokimiyati va ayni paytda ijroiya hokimiyati O'zbekistonda bu pul hokimiyati, deydi siyosatshunos. Xuddi Do'stum Satpayevday Kamoliddin Rabbimov ham O'zbekistondagi avtoritarizmni qattiq shakldagi rejim deb atadi. Chunki avtoritar tizim ham bir qancha rejimlarda ishlashi mumkin. Masalan, Andijon voqealaridan oldingi O'zbekistondagi avtoritarizm nisbatan bugungi kundagi nisbatan yumshoq avtoritarizm edi. Demak, hozir shu kundagi rejim o'sha avtoritarizmning eng qattiq shakli, shunaqami? Eng qattiq shakli. Kamoliddin Rabbimovdan O'zbekistondagi siyosiy rejimning istiqboldagi tadriji qanday bo'lishi mumkinligini ham so'radik. Demak, O'zbekistondagi siyosiy tizim bu avtoritar, lekin post-totalitar. Men o'ylamayman O'zbekiston bundan keyin totalitar bo'la oladi deb o'ylamayman. Bu yaqin 30-40 yillar ichida. Lekin agarki mabodo keyinchalik O'zbekiston totalitar jamiyat, ya'ni davlat bo'ladigan bo'lsa ham, kommunizm g'oyasiga asoslanmagan bo'ladi bu safar. Bu safar balkim dunyoviy emas, diniy bir unsurlarga asoslangan bo'lish ehtimoli mavjud. Ya'ni ba'zi bir musulmon davlatlarda shunday bir holat kuzatilgan shu paytgacha, dedi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. Keyingi oylarda O'zbekiston bozorlari, savdo markazlarida soliq va bojxona idoralari tez reyd o'tkazayotgani kuzatilmoqda. Tadbirkorlarga qarshi maxsus operatsiyalar xalq orasida qora niqoblilar, qora maskaralar deya nom olgan guruh yordamida amalga oshirilmoqda. Bunda barcha tadbirkorlarning moli avvaldan tayyorlab qo'yilgan yuk mashinalariga ortilib, noma'lum manzillarga olib ketilmoqda. Tadbirkorlar aybi bor yo'qligidan qat'iy nazar mollarni qaytarib ola olmayotgani aytilmoqda. Soliq va bojxona idoralari amaliyotlarini o'tkazishda yordam ko'rsatayotgan qora niqobli guruh qaysi idoraga doir ekani ham aniq emas. Ozodlik bilan suhbatlashgan tadbirkor va mutaxassislar fikrlaridan bu holatlarda ham rasmiy idoralar ham tadbirkorlar tomonidan qonun buzilishi bo'layotganini xulosa qilish mumkin. Tafsilotlarni Farruh Yusufiy o'rgandi. Qora niqoblilar ishtirokidagi reydlarning oxirgilari o'tgan hafta Toshkent va Namanganda o'tkazildi. Namangandagi Isfarxon savdo markaziga, u yerda savdo qiladigan tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, bir nechta huquq-tartibot idorasi xodimlarining qo'shma guruhi bostirib kirgan. Korrupsiya ekanda hammasi bosib, Isfarxonda ham tovarlar chiqib ketishdi. Endi militsiya xodimlari ham bor edi. Kishilar xodimlari eshikni poylab turishdi. Bitiga maskalarni kiygan shunaqa kishilar bor edi. Qurollangan shunaqa avtomatlari bor. 2 etajli binoda bu. Dedi bir 100 tadan ko'proq tadbirkor bo'lsa kerak bu ichida. Org texnikalar, materiallar, matolar eshitimi qolibdi-da, hammasini yig'ishtirib dedi ismi sir qolishini istagan tadbirkor. Uning aytishicha, qora niqob taqqan va qurollangan guruh tadbirkorlarni joylaridan jildirmay qo'ygan soliq qo'mitasi xodimlari esa militsiya yordamida mollarni hech bir hujjatsiz yoki xatlamasdan avvaldan tayyorlab qo'yilgan yuk mashinalariga orta boshlagan. Rasmiylar tomonidan mamlakatga mollarning noqonuniy olib kirilishi va sotilishiga qarshi uyushtirilayotgani aytilayotgan reydlardan biri Toshkentdagi Bekbaraka bozorida ham o'tkazildi. Toshkentlik yana bir suhbatdoshimiz, u kishi ham ismi sir qolishini istadi. Qora niqoblilar reyd o'tkazgan bozor yonidagi Chinni bozorda savdo qiladi. Bekbarakadan ham mollar hech bir asossiz olib ketildi, deydi u. Qaroqchilarga o'xshab kelib olib ketishlari bu haqiqat. Tekshiruvchi keladigan bo'lsa o'sha o'zini tekshiruvlarni qayd qilish kitobiga kim qatdan kelganligini qayd etib, shundan keyin yana tekshiruv o'tkazish kerak. O'g'lim tadbirkorlik qilar edi. Shu do'konini dabdurdan kelib bosishib, hech bir sababsiz do'konini bosib, o'zini kimligini tanishtirmasdan, tekshirishlarni qayd etish kitobiga yozuv kiritmasdan to'g'ridan-to'g'ri mollarni olib chiqib ketgan hollari bo'lgan. Suhbatdoshimizga ko'ra, ba'zi tadbirkor ayollar janjal qilib mollarini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan, lekin aksar savdogarlar bir haftadan beri tovarini ololmay sarson. Ozodlik bilan suhbatlashgan tadbirkorlar bir ovozdan huquq idoralari o'tkazayotgan amaliyotlar qaroqchilikdan boshqa narsa emas degan ishonchda. Lekin ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan o'zbekistonlik huquqshunos fikricha, bu holatlarda qarz ikki qo'ldan chiqmoqda. Suhbatdoshimiz o'z ta'biri bilan
maski shou deb atagan reydlar huquqiy jihatdan ko'p savollar tug'dirishini e'tirof etgan holda tadbirkorlar ham aksar hollarda yo o'z huquqlarini bilmaydi yo bilib turib qonunbuzarlikka qo'l uradi dedi. Soliq va bojxona xodimlari birgalikda o'tkazayotgan bu operatsiyalar avvaldan rejalangandir. Ular mutlaqo qonun doirasida harakat qilishmoqda. Albatta, bizda militsiya to'g'risidagi qonun bo'lmagani bois bunday amaliyotlar ichki nizomdagi tartibga ko'ra amalga oshiriladi. Lekin tadbirkorlar ham ko'p hollarda mollari vaqtincha hibsga olinayotgan paytda ularning tegishli tarzda xatlanishiga e'tibor bermaydi, deydi huquqshunos. Bundan tashqari, deydi, tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullangan yurist, bozordagi mollar ham har doim qonun doirasida sotilmaydi. Masalan, bu kabi holatlarda soliq yoki bojxona xodimlari bozorga kirib kelishi bilanoq tadbirkorlarning ko'pchiligi mollarini tashlab qochadi, chunki aksar tadbirkorlar sotayotgan tovar ichida albatta qonuniy tarzda rasmiylashtirilmagan moli bo'ladi va javobgarlikdan qo'rqib molidan ham voz kechadi. Albatta, bunday tovar olib ketilgandan keyin uni sud orqali ham qaytarib olish amri maholdir, deydi huquqshunos. Toshkentlik tadbirkor suhbatdoshimiz ham savdogarlar orasida soliqdan qochadiganlar bo'lishini tasdiqlaydi, lekin qonunga to'la amal qilgan tadbirkor ham moli olib ketilgan holda uni qaytarib ololmaydi, deydi u. Xuddi shunaqa soliqdan qochib, shu soliq to'lashdan qochib, nima deydi, tirnoq qo'shnoq ichidagi tadbirkorlar ham juda ko'p. Lekin o'shalarga nisbatan bir qaqshatib qizlarga berish kerak, o'shalarga nisbatan ish olib borishmoqniki bilan ham nima deydi, o'tirni qo'li qurug'i baravar yonyapti-da hozirgi kunda. Qo'lga tushgan tadbirkor borki, oq bo'lsin, qora bo'lsin, baribir u aybdor, deydi toshkentlik tadbirkor. Ovoz yozib olinmasligi sharti bilan ozodlikka gapirgan yana bir toshkentlik tadbirkor o'z tajribasidan kelib chiqib, bozorda hibsga olindi deb olib ketilgan mollar sud qarorisiz sotib yuborilishi ham hech gap emas, deydi. Huquqshunos suhbatdoshimiz buni huquq tartibot idoralari tomonidan qonunning qo'pol tarzda buzilishiga aniq misol deya ataydi. Bunday holatlar ro'y bermasligi uchun tadbirkor o'z haqlarini talab qilish kerak. Jumladan, reydlar qora niqoblilar tomonidan o'tkazilgan hollarda ham iloji boricha tovar hibsga olinishi tegishli tarzda rasmiylashtirilishini talab qilish kerak, deydi yurist. Aslida, deya qo'shimcha qiladi u, qora niqob kiygan va avtomat ko'targan guruhlarning bu kabi amaliyotlarga jalb qilinishidan ko'zlangan asosiy maqsad ham qo'rquv faktorini yaratishdir. Qurollangan maxsus guruh vahima bilan bozorga bostirib kirgandan tadbirkorlar sarosimaga tushib qoladi va natijada o'z huquqlarini talab qilishga qo'rqib qolishadi. Aslida qora niqoblilarning bu operatsiyalarga jalb qilinishi va tadbirkorlarni qo'rqitishi huquq me'yorlariga ko'ra ortiqcha kuch ishlatish deya kvalifikatsiya qilinishi mumkin. Tadbirkorlar bunday reydlar paytida boshdan kechirgan ruhiy, ma'naviy va moddiy zararni qoplash yuzasidan sudga murojaat qilishga haqlidir, deydi huquqshunos. Bundan tashqari, soliq idorasi tadbirkorga qarashli molni tegishli tarzda rasmiylashtirmasdan yoki tadbirkorning qonun doirasida faoliyat olib borgani aniqlangandan keyin ham ishni boshqa idoraga tergov uchun o'tkazish ham qonunchilikning qo'pol tarzda buzilishidir, deydi yana huquqshunos. Xalq orasida maski shou nomi bilan ham tanilgan bunday reydlar keyingi 1-1,5 yil davomida nafaqat bozor va savdo markazlari, yoqilg'i quyish shoxobchalari, kafe, restoranlarda ham o'tkazildi. Lekin shu paytgacha qora niqoblilar qaysi idoraga qarashli degan savol ochiq qolmoqda. Kimlar tomonidan o'tkazilayotganini hech kimga ayon qilishmaydi, hech kimga ma'lum qilishmaydi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan yurist O'zbekiston qonunchiligidan kelib chiqib, bunday guruhlar faqatgina ichki ishlar va milliy xavfsizlik tizimlariga qarashli bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. O'zbeklarning savoli ko'p. Imtiyoz yo'q bo'ldi, ochilmaydi ekanmi? Yo'q bo'ldim endi. Ayb bo'lsangiz bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor? Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan. 22 avgust kuni Qirg'izistonga rasmiy tashrif bilan kelgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev qirg'izistonliklarga bundan buyon o'z kuchiga tayangan holda umrguzaronlik qilishni maslahat berdi. Hamkasbim Xondamir tayyorlagan lavha ana shu tashrif hamda bugun Bishkekda bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar kengashiga a'zo davlat rahbarlarining sammitiga bag'ishlandi.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev fikricha, qirg'izistonliklar bundan buyon xorijdan grant va yordam umid qilib o'tirmay, qo'lni qo'lga berib ishlashlari kerak. Bарлық revolyutsiyadan, төбелестен, so'g'isdan o'tdinglar endi. Qachongi so'ning ortida yuraverga bo'ladi. Endi barcha inqiloblardan, urushlardan o'tib bo'ldinglar. Qachongacha shuning orqasidan yurasizlar? 25 yoshgacha inqilobchi bo'lmaganning yuragi yo'q, 40 yoshgacha konservatorga aylanmaganning miyasi yo'q degan gap bor. Endi aqlni kiritadigan hodisalar yuz berib bo'ldi. Bundan bu yog'iga hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaymiz. Buning uchun qo'ldan kelgan yordamni qilamiz. El ichida tinchlik, osoyishtalik hukm surib, rahbarlarga ishlashga imkoniyat berib, qirg'iz xalqi bir hukumat, bir rahbarning atrofida jamlanmagunicha biror o'zgarish bo'lmaydi. Davlatlar yerning ko'lami bilan emas, balki mehnat qilgan fuqarolari bilan katta davlatga aylanadi, dedi kecha Bishkekda so'zlagan Qozog'iston prezidenti. Nazarboyev fikricha, bugungi kunda bo'hron tufayli Yevropa va AQSh banklari beradigan qarzga umid bog'lab bo'lmaydi. Shu vajdan Qirg'iziston imkon qadar Rossiya, Belorussiya va Qozog'iston kirgan bojxona ittifoqiga qo'shilishi kerak. Shunda muammolar, shu jumladan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati fondidan mablag' olish masalasi ham tezroq hal bo'la boshlaydi, dedi Qozog'iston prezidenti. Ma'lumotlarga ko'ra 22 avgust kuni ikki davlat prezidentlari uchrashuvi chog'ida 6 hujjat imzolangan. Bu haqda so'zlagan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar yangi bosqichga ko'tarilganini urg'uladi. Учитывая ситуацию с продовольствием не только в Кыргызстане, во всем мире засуха. Faqat Qirg'izstongina emas, balki butun dunyoda qurg'oqchilik tufayli yuzaga kelgan oziq-ovqat tanqisligi bilan bog'liq vaziyatni e'tiborga olib, bizga 100 ming tonna bug'doy ajratishni so'ragandik, 200 ming tonna beradigan bo'lishdi. Nursulton Abishevich menga qancha kerak bo'lsa shuncha olaveringlar deb ham aytdi. Yana bu yil qo'shimcha 100 million kub metr gaz olish haqida ham kelishib oldik. Yuqori kuchlanishli Olmota-Kemin elektr uzatish liniyasini qurish loyihasini amalga oshirish haqida ham gaplashdik. Buni qurib olsak, kelajakda energetikani eksport qila olamiz. Shuningdek, yangi GESlar qurish to'g'risida ham so'zlashdik. Hukumatlararo komissiyaga Chimkentdan Qirg'izistonga neft quvuri tortish masalasi ustida ishlash topshirildi, dedi Almazbek Atambayev. Bundan tashqari, kechagi uchrashuvda Qozog'iston Qirg'izistonga qo'shma sarmoya jamg'armasi uchun 100 million AQSh dollari ajratish ham ma'lum bo'ldi. Chorshanba kuni Qirg'izistonga kelgan Qozog'iston prezidenti bugun Bishkekda o'tadigan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo davlat rahbarlarining sammitida ham ishtirok etdi. Nursulton Nazarboyev va mezbon prezident Almazbek Atambayevdan tashqari mazkur anjumanda Turkiya prezidenti Abdulloh Gul hamda Ozarbayjon bosh vaziri Artur Rasizoda qatnashdi. Sammit nihoyasida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi moliyaviy qoidalari bo'yicha, tashkilotning Turk akademiyasini tuzish bo'yicha hamda turk madaniyati va turk merosini qo'llab-quvvatlash jamg'armasini tuzish bo'yicha shartnomalar hamda Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi 2-sammitining yakuniy hujjati bo'lmish Bishkek deklaratsiyasi imzolandi. Ayni paytda bu anjumanda O'zbekiston va Turkmaniston rahbarlari qatnashmadi. Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi bosh kotibi Halil Oqinja kecha Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston va Turkmaniston mazkur tashkilotga a'zo bo'lishga shoshilmayotgani haqida bayonot bergandi. Turkiy tilli davlatlar integratsiyasi haqida tadqiqotlar olib borayotgan o'zbekistonlik tarixchi va siyosatchi Ozod dehqonlar partiyasi rahbari Nigora Hidoyatova O'zbekiston rasmiylari mazkur tashkilot anjumanlarini e'tiborsiz qoldirish ortidan ko'p narsa yo'qotayotganini urg'ulaydi. Сегодня, как никогда, есть возможность объединения тюркоязычных государств. Bugungi kunda turkiy tilli davlatlarning birlashishi uchun avval hech bo'lmagan imkoniyat bor va bu turkiy tilli xalqlar madaniyatini panadan olib chiqib, umumdunyo jarayoniga qo'shish uchun juda zo'r imkoniyatni beradi. Bugun dunyoda umum madaniyatga ega bo'lgan adadi 160 millionga yaqin turkiy tilli xalqlar yashaydi. Turkiylar birlashuvi haqida gapirilarkan, bu yerda xalqlarning siyosiy birlashuvi haqida emas, ularning o'z mustaqilligi va tilidan voz kechish haqida emas, balki umumiy o'z madaniyat barpo qilish haqida so'z boryapti. Bugungi kunda turkiy tilli xalqlarning 43%ni turklar, 15%ni ozarbayjonlar, 14%ni esa o'zbeklar tashkil qiladi va O'zbekiston uchun bunday jarayonda qatnashmaslik, uni e'tiborsiz qoldirish o'zbeklar hayotida juda salbiy aks etadi, deydi Nigora Hidoyatova. Hozirda turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga Ozarbayjon, Turkiya, Qirg'iziston
Qirg'iziston va Qozog'iston kiradi. Mazkur tashkilot 2009-yil 3-oktyabrda Ozarbayjonning Naxichevan shahrida tashkil topgan. Bu tashkilotni tuzish tashabbusini 2006-yilda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ilgari surgandi. Ozodlik uchun Xondamir. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Ozodlikka tinglovchi mushtarlardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Alo, men Hasanbekman. Andijon viloyatidaman. Hozirda men Leningrad viloyatida ishlayapman hozir. Andijon viloyatining qaysi yeridan, qaysi shahardan, qaysi qishloqdan? Shahrixon shahridanman men. Shahrixondansiz-a? Xo'p, mana assalomu alaykum. O'tgan hayitlar muborak bo'lsin. O'zingizlarda ham. Nima gaplar endi? Andijonda nima gaplar? O'zingizda nima gaplar? Andijonda endi O'zbekistonda har xil gaplar endi. Yerda birovni ushlabdi, birovni qamabdi. MTS to'g'risida gaplar. Shunaqa gaplar endi. Endi sizni o'z yaqinlaringiz bilan bog'liq gaplar nima endi? Bu endi umumiy gaplar. Yaqinlar bilan bog'liq gaplar endi nima desam bo'ladi? Yaqinlarim ham men yaxshi yurishibdi endi ancha-muncha qiyinchilik bo'lyapti endi ulardan yengillaydi. Nima qiyinchiliklardan maydan pul jo'natyapmiz, endi qiyinchiliklarni yengillashtiryapti. Ular oshlayapti ekan, har xil gaplar bo'lyapti endi Qozog'iston ullari. Endi nima un oshga, masalan, hamma narsa oshyapti, lekin nima uchun un tashishga solyapti sizni? Nimaga? Sababi Qozog'iston ullari bizning ularga nisbatan qandaydir sifatliroqda. Shuning uchun bizda ko'proq Qozog'iston ullarini iste'mol qilishadi. Tushundingizmi? Shunaqa gaplar. Keyin yana bitta narsa, men boshqalardan so'rayapman shuni. Nima? Mashina yo'q magazinlarda-da, yangi mashina, masalan, siz pul yig'ib mana shu yerdan Rossiyada ishlayapsizmi? Ha, men Rossiya Sankt-Peterburg shahrida ishlayapman. O'sha, masalan, pul yig'ib borsangiz, mashina yo'q magazinlarda. Nima deb o'ylaysiz? Shunga qanaqa munosabatingiz? Yerda men qarangda, mana hozir men yerda Sankt-Peterburg shahrida ishlayapman-da. Любой yerda masalan meni 20-30 ming pulim bo'lsa, rubl. Gideta endi hali nima emas, shunda ko'chadan bittasini nima qilib turib, telefon orqali shuni telefon qilib, mashinani sotib olishim mumkin. Hatto bizda shunday shu mashinalarni, anaqa o'zimizda chiqayotgan mashinalarni sotib olish menimcha nihoyatda qiyin-da hozir. Juda qiyin masala bo'lib qoldi. O'zimiz ishlab chiqaryapmiz lekin shu mashinalar. Siz aytyapsiz, Rossiyada taxminan $1000 bo'lsa, mashina berib yuborar ekan, kreditga sirazi. Qolganini keyin to'layman deb. Lekin O'zbekistonda to'liq summani olib borib bersangiz, bir oydan keyin qog'ozini berar ekanda. O'zbekistonda nihoyatda qiyin bo'lyapti hozir. Mashina o'zimizda zavod bor. Mashina ishlab chiqariladi, lekin sotib olish nihoyatda qiyin. O'chib, gideta 1 yildan keyin, masalan, 1,5 yildan keyin kelayotgan odamlardan eshityapmiz-da hozir. Meni o'rtog'im yaqinda lekin mana meni do'stim. Yoningizdagi odamga turibkani bering. Yoningizdagi odam bilgich ekan. Yo'q, o'rtog'im o'zimni o'rtog'im hozir endi. Uni boshidan o'tgan nimani aytyapti bu odam. Shunaqa gaplar. Lekin bu yerda nihoyatda mashina sotib olish nihoyatda oson-da. Unaqa 5 shartkali nima deydi, ya'ni o'zbekchasiga aytganda 5 anaqa nima. Shunda salonga kirasiz, pulni berasiz, boshqa qilasiz, bir zumda ahlomat qilib beradi, hamma dokumentlaringizni mashinadan olib ketaverasiz. Bizda 1,5 oy, pashta 1,5 yilgacha yillab kutishga to'g'ri kelyapti hozir. O'zimizda emas, zavod bor emasam. Mana ishlab chiqarilyapti. Endi mana siz mana Rossiyada yuribsiz, O'zbekistonga borasiz, Andijonga borasiz, qaytib Rossiyaga kelasiz. Farqlarni ko'ryapsiz-a? Qiynalmaysizlarmi borganda? Mana bu o'rganib qoldingiz endi erkinroq yashashga, Rossiyada. Конечно, qiynalamiz. Agar bu yerdagi sharoit bilan yerda sharoitda ot bilan tuyadagi farqi bor-da, nima deydi? Ot bilan tuyadagi farqi bor. Mana biz hozir menda ishlab boramizda, yerga borgandan keyin uje svet yo'q. Yerdan keyin undan keyin ishlagan haqqingiz bu yerdaga qaraganda nisbatan nihoyatda past-da. Rastinka past, nima deydi? Narx past. Unga ko'nikamiz. Nima qilamiz? 1 oy, 2 oy ishlagandan keyin yana qaytib kelishga to'g'ri kelib qolyapti hozir. Bizga qoniqtirmayapti yerdagi narx bilan yerdagi narx bizga qoniqtirmayapti. Ya'ni balkim sizni o'sha O'zbekistondagi umumiy vaziyat qoniqtirmayotgandir, ya'ni. Hamma sohada. Hamma sohada
to'g'ri gapiryapsiz, umumiy vaziyat meni qoniqtirmaydi. Masalan, men uchun rishli men uchun qoniqtirmaydi. Ya'ni siz masalan bir katta odam sifatida o'sha g'arbdagi rivojlangan demokratik davlatlarimiz juda bo'lmaganda o'sha Rossiyadagi nisbiy tartibni O'zbekistonda joriy qilish mumkin deb o'ylaysizmi? Men qarang, ko'chada mayda ko'cha supurib yurgan odamlar hamchi asherdagi eng katta haligi hokimlardan ham yaxshi pul oladi hozir. To'g'risini aytib qo'yaydi. Ko'chada hokimlardan demakida. Yo'q, sen tetib turgin. To'g'risini aytib qo'yaydi. Masalan, men hozir mana yerda ishlab yuribman. Oilasida $750, $800gacha pul jo'natyapman oyimga. Lekin men bir oyda ashirda dollar bilan so'mni nima qiladigan bo'lsa, men shuncha pul ishlay olmayman shu. Nima ish qilib yurgan bo'lsam ham mana yerda. Ha, mayli, endi sizga o'xshaganlar ko'p tashvishlanishyapti, lekin o'sha tashvishlar bir nimaga aylanmayapti. Odam haqqini, mana Rossiyada ko'rgan bo'lsangiz, odamlar haqqini talab qilib ko'chalarga chiqishdan oldinroq mitinglar qilishadi, haq talab qilishadi. To'g'ri. Sizlarchi nimaga svet yoqsin deb? Lekin bizda unaqa nima yo'q. Hattoki diasporalargacha bordik. Biz bir paytlar o'tgan yili 2011-yillarda aldab biz 60 ta bolani aldab, ashti 3 milliondan ortiq pulimizni shunday aniq bordi. 3 milliondan ortiq rubl, 3 million rubldan ortiq puldan aniq. Diaspora O'zbekiston Sankt-Peterburg diasporagacha bordik. Ariza bilan. Lekin hal qilib bermadi bizga qarshi. Bera olmadi, hal qilib bera olmadi. Demak, o'sha o'zbek nafaqat O'zbekistonda, balki Sankt-Peterburgda ham o'zining haqqini ola olmayapti. Shunaqa xulosa chiqdi endi. Unaqa ham xulosa to'g'ri. Siz aytgan xulosa ham, men aytgan xulosa. Nimaga? Men agar shu paytda hal qilib berganda, demak O'zbekiston o'zbeklarda nimasini hal qilib berardi. Endi mana boshqa diasporalar ham bor, ha? Ozarbayjon diasporasi, Chechen diasporasi. Ular hal qilib beradi, hamisha ular hal qilib beradi. Armiyan diasporasi ular samasa bu, ular hal qilib beradi. Turkiya bu yerda o'zbek diasporasi qandaydir bu yerda bilmayman, qanaqa nima ekan bilmayman. Diasporadagi familiyasi nima edi? Hali nimalardi? Falonchilarga ham uchradi, hozir esimdan chiqib qoldi. Arizalargacha 60 ta bolaniki. 60 ta bolani endi u sizga hozir nima qilib berolmayman. Hamma yo'qda nimagacha hal qilib, hozir prakturgacha bordik. Umuman hal qilib bera olmadi biz ishimizni. Endi gapni to'shkanlasa, aytmoqchi bo'lgan gapingizni ikki og'iz gap bilan ayting endi. Mana sizni eshitishadi, xudo xolasa. Ikki og'iz gap bilan, qarochi bizda bu yerda huquqlarimiz nima desam bo'ladi. Umuman diasporami, boshqa nima bilan bizni nimamiz himoyalanmagan. Tamom. Boshqa hech qanaqa siz bilan boshqa anaqa qila olmayman. Sizlar anchadan beri eshitaman sizlar radiostansiyalarda ham. Rahmat sizga. Sizlar eng haqiqiy rahmat. Haqiqatni gapiradigan insonsizlar. Shuning uchun sizlarga ancha-muncha dardimizni gapirib, shu haligi yozilamiz, shu xolos. Endi bilmayman, sizlar xalqqa beramiz, uni bilamiz uni. Mayli, bo'pti, nima dedik? Odamni taftini odam oladi-da, shunaqa. Shunaqa gaplashib turaylik, telefon qilib turinglar bolalar, mayli, xo'p. Xudo xolasa gaplashib turamiz, sizlar ham masalan hamisha xabarda bo'lamiz sizlarda. Xo'p, yonidagi sherigingizga ham salom ayting. Bo'pti, xo'p, rahmat. Bo'pti, rahmat. Yo, sog' bo'linglar. Hamma hayot baraminglar o'tib ketgan bo'lsa ham. Men Murodman Samarqanddan. Samarqandlik Murod. Yoshi nechida, Murodjon? Yoshim 30 da. Demak, Janubiy Koreyada ishlaysiz. Janubiy Koreyada ishlayman. Yaxshimisiz? O'tgan hayitlar muborak bo'lsin. Rahmat o'zlaringizga aka, ishlaringizga omad deb hammalaringizga. Samarqandni qayerdansiz? Qo'shroboddanmisiz? Yo'q, Jonboydan. Endi falakni gardishi bilan Janubiy Koreyaga borib qoldingizmi? Falakni gardish bilan Janubiy Koreyaga borib qoldik. Nima gaplar endi? Tinchlikmi? Tinchlik. Kechagi ozodlik onlaynda O'zbekiston, Rossiya ularning o'rtasida munosabatlar to'g'risida o'zim fikrim bildirmoqchi edim. Marhamat, bildiravering. Endi meni o'zim shaxsiy fikrim aka, Iskandar aka, gatak bizni prezidentimizni, hukumatimizni olib borgan siyosatini gatak to'g'ri deb o'ylayman-da. Endi nimaga desangiz, u mana men hozir ko'rib turibman-da bu yerda. Janubiy Koreyada ishlab, Shimoliy Koreyani ahvolini, u Rossiyaning onasi bilan yuribdi. Bu yerda Janubiy Koreya esa Amerikaga qilingan. Shunga taqqoslab aytamanki, endi
O'zbekistonimiz katta Rossiyadan ozroq balans bo'lib tursa, ozroq uzoqlasha shu ma'qul deb o'ylamoqchiman-da. Yana bir misol keltirishim mumkin-da bu narsaga. Mana bu o'zlaringiz bilasizlar, mana Germaniyani federativ demokratik respublikalari ikkalasi. Federativ o'zlari mustaqil bo'lgan demokratik, unisi Rossiyaga qaraganda, SSRga qaraganda. Ta'biram Amerikaga uni o'qisa yaxshimi deyman-da aka. Lekin bilaman, Amerikada siz aytayotgan, demak, G'arbiy Germaniyada, Janubiy Koreyada demokratiya bor. Odamlarni gapirgani uchun, ifoda so'z erkinligi uchun, diniy e'tiqod uchun qamab qo'ymaydi. Lekin O'zbekistonda o'sha narsalarga e'tibor berilmayapti. Mana hisobotlarni qarasangiz, O'zbekiston yomonlarning ro'yxatida, odamlarni qamaydi to'g'ri gapirgani uchun. Uni masalan ko'pincha biznesmenlar aytadiki, mana prezidentning qizi mol mulkimizni tortib olyapti deydi. Ya'ni mamlakatda demak asosiy sud mustaqilligi, mol mulk kafolati yo'q deb aytiladi-da. Shu ma'noda biz Shimoliy Koreyaga ko'proq o'xshamaymizmi? Janubiy Koreyadan ko'ra. Shimoliy Koreyaga juda o'xshab ketamiz-da. Nimaga deganda, Shimoliy Koreyaga o'xshaganimizning anosi ular boyagi Rossiyaning anosida yuribdi, prinsipi tuzumida yuribdi. Mana men bu yerda televizor ko'p ko'raman-da, Koreyani, shu Janubiy Koreyaniki. Oldingi SSR davridagi Qizil maydon bor, paraddan o'tadi, voyennilari, boyagi prezidentni oldingi haligi o'zimizning haligi Brejnev bobomiz, Stalin bobolamizga o'xshab Qizil maydonda unday ches berib turadi, paraddan o'tadi, xuddi shu. Endi bu degani men Rossiya bilan gata aloqani uzsa yaxshi bo'lardi demoqchiman-da, endi toza uzmasi-yu, endi ma'qul ba'din distansiya saqlasa, ozroq uzoqlashsa. Kecha lekin kuni ham bitta maqol aytdingiz-da, Abdulla aka, Iskandar aka. Haligi kema, ikkita kemaga oyog'ini qo'ygan chotanag'i yetiladi deb. Bu maqolning ham yaxshi, lekin bu maqolning yana davomi ham bor-da aka. Yaxshi bola ikki yenani yemadi deydi. Shu ham Rossiyadan, ham O'zbekiston, Amerikadan gapdak O'zbekiston manfaat bo'lsa, shu yaxshimi deyman-da ana. Yaxshi. Endi Janubiy Koreyada, mana Janubiy Koreyada ekansiz, bilasiz, o'sha mashinaga kelyapsiz mana. Endi hammaga beryapti shu savolni. Mana Rossiyadan telefon qilgan mardikor aytdiki, cho'ntagimda ozroq pul bo'lsa, borib mashinani olaveraman kreditga, bir kunda bitadi dedi. Rossiyada. Janubiy Koreyada ham shunaqa bo'lsa kerak, mashina olish problema bo'lmasa kerak. Lekin O'zbekistonda nima uchun masalan mutlaq hamma summani to'lasangiz dollarda va yana 2-3 oy, 1,5 yilgacha kutganlar bor ekanda mashinani. Nima uchun bunaqa tanqislik? Bu borada endi meni fikrlarim O'zbekistonning boyagi eksportga ko'proq ketyapti deb o'ylayman-da endi men bu bo'yicha. Men ham o'zi shuni anosining boshimga tushdi aka. Men ham 85% pulni to'laganman, 6 oy ro'yxatda turibman, hali endi ololganim yo'q, endi olaman nasib bo'lsa, yaqinda keladi. Shunaqa. Mana qarangda, mana siz fikrlaringiz o'zgaribdi, mana Janubiy Koreyaga borib, demak Janubiy Koreya bilan Shimoliy Koreyani farqiga boradigan bo'libsiz tizimli jihatdan. Endi O'zbekistonga borganda bir nima bo'lmaysizmi, mana zehniyatingizda bir shok bo'lmaydimi? Qiyinchiliklar. Mana 1,5 yil kutdim deyapsiz mashina olishni O'zbekistonga borganingizda. Taqqoslab, mana bu Mirza Tursunjoydan keri bo'ladi, ikkita farqimiz bor deb, farqimizdan. Bari endi bu yer O'zbekiston bilan Yemen o'rtasida juda katta farq bor-da, endi juda katta farq bor. Men o'ylayman, mana shu bizlar hozir mustaqil bo'lganimizda 20 yil, 21 yil bo'lyaptimi? Shundan beri Rossiyaning tuzumida yuribmiz-ku. Hech narsa bo'lmaganda endi. Demak, shu demokratik Amerikan tuzumiga o'tishayotgan fikrdasiz. Shu gapingiz tushundimmi, shunaqami? Fikrim shu, demokratik Amerikaning tuzumiga o'tsak, yaxshiroq. Men hozir bu narsa fikrim o'zgargan ekan, mana Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreyaniki. Bu Amerika bilan Shimoliy Koreya, Janubiy Koreya. Shimoliy Koreya Rossiya bilan aloqasi yaxshiroq-da. Shuni taqqoslayapman-da men endi. Rahmat. Rahmat, bo'pti. Bildirgan fikrlaringiz uchun katta rahmat sizga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Mayli aka, sog' bo'lasiz. Rahmat. Ozodlik radiosimi? Abdulla Iskandar, yaxshimisiz? Nima demoqchisiz endi bizaga? Mana Abdulla Iskandar sizning xizmatingizda, bemalol gapiravering, nima chizda gapingiz bo'lsa. Sizga nima demoqchiman? Men endi O'zbekistondagi bo'layotgan voqealardan gaplashmoqchiman siz bilan. Qaysi voqealar sizni bezovta qilyapti mana O'zbekistonda? Bizda ko'mir, oddiy ko'mir. 600 so'mga chiqdi, 600 so'mga chiqdi. Endi men so'mga aytaman-da endi, 600 so'mga chiqdi. Bir tonna ko'mir, men 1 tonna ko'mir sotib olishim uchun
Qancha pul sarflashim kerak? 600 ming pul sarflashim kerak. Oilam uchun bir ko'mir sotib olishga, bir tonna ko'mir sotib olishga menimga где-то $200 oshiqroq pulim ketar ekan. Dollar hisobida. Eshityapsizmi? Eshityapman. Bir oyda $200 pul topsam, xo'p, bir oylik nimamga ko'mir sotib olay. Plus oilamning ehtiyoji, mana sentyabr boshlayapti. Maktabga, boshqa narsa, kompyuter, elektr energiya yo'q.